Hello everybody, welcome to High Education Video Classroom, and today we will learn lesson 99. Ow. Okay. Resim qaranglar. Bu qizcha qanday qo'yibdi? Keyiniga yiqilib ketib beribdi, shundaymi? Tas yiqilay deb qopdi. Endi mo'sh nima deysan? Ow. Okay. Demek hem de çetellikler mesela yiqilganda imliq so'z deb qo'yamda voyjon degan gap ha. Andaqda shu bugungi darsimizda bizga uchraydigan yangi so'zlarni bir o'rganib chiqsak, new words. The first one is slip. Okay? Slip. Okay, slip. Endi mas slip talaffuz qilganda sleep degan yana bir so'z bor. Ma'nolarni cho'qim farqlantirish kerak. Okay, sleep. All right, sleep deganimiz nima? Okay, sleep deganimiz uxlamak degan gap. Slip bo'lsa teyilib ketmak. Teyilib ketmak. Masalan, yasliq bo'lib ketganda va yakning masalan shunda teyilib ketish bo'lsa slip bo'ladi. Masalan, slip on the stairs. Peshtaxtdan qanday qilmak? Teyilib ketmak. On the stairs, peshtaxtdan qanday qilmak? Teyilib ketmak. Masalan, I slipped on the road and hurt my ankle. Okay, ankle. Okay, endi misharga men yo'lda teyilib ketib, men ushqimni, putning ushq bog'i, shu yana qanday qilib oldim deydi, desanglar, yaralandirib oldim deydi. Hurt deganimiz yaralandirmak. Okay, don't hurt me. Meni yaralandirma demakchi, yoki meni azoblama degan gap. Endi slipning yana bir ma'nosi masalan siyrilib ketmak. Okay, masalan the pen slipped from my head. Ma qo'ldan siyrilib qanday qilmak, tushib ketmak, siyrilib ketmak degan gap. The pen slipped. Okay, endi ma'u oxiri jaransiz tovushlar bilan oxirlashgan fe'llarga keyin id qatganda ma'u t talaffuz qilindi. Masalan, slept, talked, looked. Buni look it, sleep it deb talaffuz qilib qo'ysa bo'lmaydi. Jo'qim bu nima desanlar, slipped. Okay, the pen slipped from my hands. The cup slipped out of my hand and broke. Okay, endi bu stakan mening qo'limdan chiqib, siyrilib chiqib, endi broke, buzilib ketdi. And broken. Okay, endi broken deyish kerak, endi xato o'qib. Next one is fall. Okay, fall. And the fall deganimiz nima? Yiqilib tushmak. Mau slip degan teyilmak bo'lgan bo'lsa, fall deganimiz nima? Masalan, yiqilib tushmak. And a slipper deb qo'yamiz bu submication. Submication is slipper deymiz. S L I P P R slipper. And the fall degan jo'rasan yiqilib tushmak. Demakchi, futbol o'yiniga qanday qilib to'rasanlar? Maydonga yiqilib ketibdi, shunami? Fall, fell, okay, fallen. Okay. And the fall in love deb bir narsa, muhabbatga dum tushmak, muhabbatga yiqilmak. Demak, fall in ichida love with bilan somebody. And fall in love with somebody deganimiz ma'lum bir kishiga oshiq bo'lib qolmak. Shuni yaxshi ko'rib qolmak bo'lsa, fall in love with bo'ladi. And I fell downstairs bo'lsa, men shu peshtaxtning ostiga yiqilib ketdi. Demakchi, peshtaxtdan yiqilib, qanday qilib ketdi, o'zini ostiga tushib ketibdi. And that downstairs degan xat shikib olib ketibdi, aytayapsizlar. I fell downstairs. Okay, downstairs. Okay, endi masalan leaves fall in autumn. Endi bir tal yupurmoqni leaf deymiz, ha? Leaf, bir tal yupurmoq. Bu nima? L E A F. Endi yupurmoqlar bo'lganda ekan, endi bir yupurmoq, bir tal yupurmoq tushmaydi qo'y hamda. Ko'pincha yupurmoqlar deb ishlatimizmi ekan. Oxiri F yoki FE bilan oxirlashgan ismlar bo'lib qolsa, biz buni V ga o'zgartirib ES qatimiz. Shuni leaves. Okay, leaves. Demak, leaves fall in autumn. Okay, kuz faslida qanday qildi yupurmoqlar tushdi. She fell into the river yesterday. Okay, and she fell into a river yesterday. Endi u tunugun daryoga yiqilib ketdi. Tushib ketdi degan gap. Undan keyin fallningki yana bir ma'nosi to'nlash deb ma'nosi bor. Masalan, temperaturaning, suv o'rnining, ma'lum narsalarning bahosining to'nlash, bahosining tushib ketishiga buni nima deysanlar? Fall keladi. Masalan, the house price has fallen. Masalan, uy bahosi qanday qilib ketdi? Tushib ketdi. Hozir shunaqa endi.
Devletimiz arkadaş yerlerde kanarısanlar, öy bazı kanarısanlar şiddetiyle düşüyordu. And the temperature will fall tomorrow. At temperature düşüyor. Bu aylık havarayın bağı, weather forecast. Adetim için aktarda, the temperature will fall down, yani fall tomorrow. Ata temperature kanaq olmakçı, düşüp ketmekçi. Demek fall degenimiz yıkılmak, slip boşça telip ketmek. Okay, next one, downstairs. And the down degen ost taraf degen gap. Stairs degen peştapın astı demekçi astın qavat, tuğun qavat degen gap. Mesela go downstairs, yaki come downstairs, past küçüğüyle degen gap. And be downstairs boşça pasta bulmak. Okay, mesela I'm downstairs, ben pasta. Yeah, I'm upstairs boşça, ben üstün qavatta. Okay. Mesela go downstairs and have a look. Okay, past küçük bir göre bakayla. Malda avtuğu, go downstairs and have a look. Qara bakayla. Qara bakayla, şunama. Andama up degenimiz nima dersam üstte, şunama, üst taraf. Mesela upstairs, üstten qavat. Mesela come upstairs and see it. Ama jigimde ders var, üstte çıkıp göre bakayla. Okay, come upstairs. Okay, be upstairs. Üstte olmak. Hey, I'm upstairs, men üstte de. Come upstairs and have a look. Üstte çıkıp qara bakayla. Have a look. Da görüp bakmak. Degen gap. Upstairs, üstten qavat. Downstairs, üstten qavat. Slip post nimeti? Slip. Telip ketmek. Slipper. To'shay deb qo'yamiz-ku. Sapmikesh. Fall. Fall in love with somebody. Okay. Okay, I fall in love with you. Desek, men sizni yaxshi ko'rib qoldim. Men sizning muhabbatingizga, ishqingizga dum tushdim. Degan gap bo'ldi. I fell in love with you. Ma fell deganimiz fall deganni o'tgan zaman shakli. Men yaxshi ko'rib qoldim, tushunami? Okay, I fell in love with you. Mesela I fell in love with English last year. Desek, men inglizce qanaqa qildim? Yaxshi ko'rib qoldim. Good. Next. Next one is hurt. Okay. Hurt. Hurt deganimiz nima desanlar? Yaralanmak. Mesela you hurt my feeling. Siz mening hissiyotimni azobladingiz. My feeling. So you should not hurt your parents. Siz shu ota-onangizni qanday qilmang? Azoblamang. Azoblamang. Demakchi bu birga hissiyoti jihatdagi ko'ngilga azor berish bilan uningdagi endi shu jismoniy jihatga azoblashga, og'ritishga o'xshashlam keladi. Masalan, Carol fell off the bike and hurt her back. Endi Carol shu velosipeddan yiqilib, qanaqa qildi, dumbisini yaralandirib oldi. Endi buni o'tgan zaman shaklimi hurt o'xshasha. Okay, endi shu masalan I feel hurt. Shunda bir yaralangan, azoblangan hissiyat deymiz, hurt deymiz. It hurts. Okay, it hurts. Masalan o bir xil ko'ngilni nim qildi. Masalan you hurt my heart. Sen mening yuragimni yaralanding. Demak, yuragimni azoblading degan gap. Masalan ba'zilarning gaplari bor, it hurts deb qo'ydi. Bekadamning ko'ngliga tegdi ekan, yuragiga tegdi ekan, azoblaydi ekan. Ba'zi gaplar bor, masalan your words hurt me. Sening gaplaring meni azobladi. Ko'nglimni parishon qildi degan gap. Xo'sh, next one is back. Back deganimiz nima desanglar, dumba degan gap savolashlar. Back. Yoki ma'lum narsaning keyni. Birdan degan qaraymiz. Masalan, lie on one's back. Masalan, birisining dumbizchilab yotmoq demakchi, o'ngda yotmoq degan gap, shunami? Dumbizcha yotmoq. My back hurts. Okay. Mening dumbam yaralanib ketdi, og'riyotdi. So, he fell downstairs and hurt his back. O peshtaxtdan tushib ketib, qanaqa qildi? Dumbisini yaralandirib oldi. Okay, and hurt his ankle bo'shcho. Ankle deganimiz o'shqini yaralandirib oldi. Endi bu back deganimiz yana birisi shuningki keyni tarafga degan gap. Masalan, alaylik back of the hand. Demakchi qo'lningki dumbisi. Tushundingizmi? Qo'lning dumbisi back of the hand. And the back of the paper bo'lsa qog'ozning keyni.
Demakchi keyni taraf degan gap. The back of piece of clothes boshqa bir parcha kiyimning, bir aqur kiyimning keyni tarafi degan gap bo'ldi. Keyin tarafi. Okay, next one, stand up. Stand up deganimiz bilamiz o'rin turmoq degan gap. You stand up. O'rningizdan turing, shunami? So what do you say? Stand up. Nima deysiz? O'rningizdan turing. I could stand up. Men o'rnimdan tura olmayman. I couldn't stand up. Men o'rnimdan turolmadim degan gap bo'ldi bolalar. Turolmadim. And the sit down bo'lgan bo'zcha. O'ltiring. Sit down near the stone. O'ltiring. Endi bu tashqi yaqin, shunami? Yoki nima deymiz? Have a seat deymiz. Have a seat. A seat degan o'rin qo'y endi. Sit down and look at it. Keling, o'ltiring. Endi buni qara. Stand up. Sit down. Okay, next one is help. Okay, help. May I help you? Sizga yordam qilsam bo'lamda. May I help you? Yoki can I help you? Endi men may I deganimiz men can I qaraganda texim bir qadar hamda siliq spayroq aytiladi. Sizga yordam qila olamanmi? Yordam qilsam bo'lamdi. Okay. I don't know how to do this work. Men bu ishni qanday qilishni bilmadim. Please help me. Menga yordam qiling. Ondan keyin endi men chetliklar aytmasan bir so'g'ishib ketayotgan jiddiy ahvolda meni qutqizinglar deganda help deb yordam so'raydi. Demakchi vaqtida meni qutqizib edinglar degan gap hamisha ekan. Okay. Masalan, let me help you to open my door. Endi bu yerga let deganimiz nima yarsanlar? Ruxsat qilmoq, ijozat bermak degan gap. Let me. Demakchi you let me help you. Siz menga ruxsat qiling. Nima ish qilishga? Sizga yordam berishga. Nimaga? To open the door. Demak, eshikni ochib berishga qanday qiling? Menga bir ijozat bering. Demak, nihoyatda bir siliq spa gap qilamda let me help you deganimiz nima yarsanlar? Demak, ich bersam. Mesela ich pray. Okay, let us go boshqa. Biz o'z-o'zimizga ijozat demakchi mang'ayli birlikda degan gap hamda bu. Okay. And the king say help somebody with something. Ma'lum kirishga, ma'lum bir ishga qanday qilish, yordam qilish. Masalan, can you help me with English? And the inglizlik o'rganishimga bir yordam qila olamsiz? Masalan, she helped me with the housework. O uy ishlariga menga yordam qildi. Demak, help somebody with something deganimiz ma'lum bir kishining ma'lum bir ish qilishi qanday qilish, yordam qilish. So I hope that I can be any help for you. Okay, I can be any help for you. And this sizga bir qanday bir yordam qilasizmi? Shunday qanday qilma, umid qilaman. Okay, next one is at once. Darhol, chopsan, shu zamat degan gap. So we at once went out. Biz darhol ham qanday qildik? Yenib chiqdik. So let them do it at once. Okay, let them do it at once. Ularni hamda darhol qanday qiling? Shu ishni qiyig'ini qo'ying. Let them do it. Uni qiyig'izing. Qiyig'ini qo'ying. Darhol degan gap bo'ldi. Okay. Masalan, he called me back at once. So darhol menga telefon qaytardi. So you must start at once. Siz cho'qim darhol qanday qiling? Telefon qiling. Yo'q, boshlang. You must start at once. At once. So it's getting late. Run home at once. Okay. Qanday kechikib qolaylik dedinglar? Run home at once. Darhol uyga yuguram. Degan gap. Next one, sure. Sure deganimiz jazmlash demak. Bir narsani kesib qanday qilmoq, shunaqa ishonch qilmoq. Masalan, are you sure of it? Siz uni ishonch qila olamsiz? I'm not sure. Men ishonch qila olmayman. Are you sure? Ishonch qila olamsiz? Do you feel sure about it? Siz unaqa jazmlashtira olamsiz yoki siz shuni jazm qila olamsiz? So do you feel sure about it? I'm sure that he will come. Ishonamanki u cho'qim qanday qiladi? Keladi. He will come. And be sure, cho'qim jazman degan gap. Masalan, be sure and remember what I told you. Be sure, cho'qim qanday qiling? Meningki nima deganligimni unutib qolmang. Esingizda bo'lsin. Be sure. Okay, be sure and take the medicine. Okay.
siz çokum qana qiling, bu shuni jazmlashtiringki, take the medicine, doğrunu yang. Çokum doğru yang degan gap bo'ldi. Çokum qana qiling, doğru yang. Okay. Anaqda text ow. Anaqda balla sizlar mushuninki anglash qismini bir anglab o'tgandan keyin tekstning tafsilotiga kelsak. Ow! What's the matter, Andy? I slipped and fell downstairs. Have you hurt yourself? Yes, I have. I think that I've hurt my back. Try and stand up. Can you stand up? Here, let me help you. I'm sorry, Lucy. I think that the doctor had better see you. I'll phone Dr. Carter. The doctor says that he will come at once. I'm sure that you need an X-ray, Andy.